أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Qarindoshlar biz ilgirki soatlik darslarimizda ya'ni oldingi 2 soatlik darsimizda birda payg'ambar alayhisolatu vasallamning davridagi Qur'onningki to'planish va saqlanish jarayoni to'g'riliq biroz so'zlab o'tdik. İkinci qatimliq soatimizda Abu Bakr radhiyallohu anhuning davridagi Qur'oni Karimning to'planish, xotirlanish ahvoli haqida to'xtaldik. Bugungi darsimizda Osmon radhiyallohu anhuning davridagi Qur'oni Karimning to'planish ahvoli to'g'riliq so'zlaymiz. Odatda normal istilahda üçlüske el-cem'u atılgısı kullanıldı. Cem'ul Kur'an fi ahdin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cem'ul Kur'an fi ahdi Ebu Bekr radıyallahu anhu. Cem'ul Kur'an eyyam yaka fi ahdi Osman radıyallahu anhu. Lekin Osman radıyallahu anhu'nun ki kelgan vaqtda Cem'ul Kur'an'ның o'rniga ba'zi vaqtda Neshul Mushaf degan atalg'imi ishlatiladi. Mushu nuqtada diqqatingizni ta'assun. Ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhuning davrida Qur'onni to'planish, Qur'onni xotirlash ifodasi qo'llangan bo'lsa, Osmon radhiyallohu anhuning davrida mushafni ko'chirish atalg'isi qo'llanildi. Mushu nuqtalar inshaalloh darsimizda sizlarning diqqatingizni ta'assun. Ya'ni Osmon radhiyallohu anhuning davridagi bu Qur'on xizmati Abu Bakr radhiyallohu anhuning davridagi Qur'on xizmatidan qaysi nuqtalarda farqlanadi? Uning sababi nima? Abu Bakrning davridagi Qur'on to'planish xizmatining asosli sababi nima? Buni biz ilgari so'zlab o'tdik. Va buning sababi nima? Osmon radhiyallohu anhuning davridagi Qur'on to'planish xizmatining asosiy sabablari, davofi omillari nima? Ondan keyin ikkisining erishgan natijasi nima? O'tirdagi alohidagi farqlar nada? Mushu nuqtalarda kallanglarda ancha-muncha bir savollar bo'lsin. Natija balkim go'zal chiqishiga foydasi bor. Anda qaraylik kitobdagi mazmunlarga. Abturmu kitobda nima ifodasini qo'llandi? Nashul masahif Ayyam Osman radhiyallohu anhu. Osman radhiyallohu anhuning kunlaridagi mushaflarni ko'chirish xizmati, ko'chirish ahvoli degan so'zni ishlatdi. Oldi bilan biz mushaf so'ziga kelayli. Bir nuqtaga diqqat qilgan bo'lsangiz kerak. Oldingi darsimizda Abu Bakr radhiyallohu anhuning masalasi kelgan vaqtda mushaf so'zini emas, suhuf, sahifa ma so'zini ishlatgan. Ya'ni qog'oz, varaqcha, batla, suhuf, batla degan shaklda ishlatgan. Ondan Osman radhiyallohu anhuning davri kelgan vaqtda mushaf atalg'usini qo'llanildi. Mushning o'tirdimi bir diqqatni tortadigan bir nuqta bor. Ya'ni biroz Osman radhiyallohu anhuning davri kelgan vaqtda masala qanday bo'lgan, islohlashgan ya'ni. Biroz kasbiylashgan. O vaqtda bak kasbiylashmagan. Ya'ni ehtimom Abu Bakr radhiyallohu anhuning davrida to'planishlar bo'lsa, Osman radhiyallohu anhuning davriga kelgan vaqtda buningga to'planishdan boshqa, ya'ni boshqa bir maqsadda bir ko'ngil bo'lishlar bor. Mushu nuqtalar kallanglarda bo'lsin. Mushaf degan so'z mimni 3 xil o'qig'ili bo'ladi deydi. Mushaf, mashaf, mishaf. Musallasatul mim degan gap mimni 3 xil o'qig'ili bo'ladi. Dilinde ba'zi tarafidan fathi faqat Kisai tarafdan bilindiğine köpünç vaqtda mushaf yoki mishaf o'qiydi, mashaf o'qiydigani shu Kisai tarafdan shunda o'qiladi degan gap. Lekin ammo bizga nisbatan hamda mushaf deb kununliklik. Masalan bir gapni deysa vaqtlar bir askartib qo'yamishada elishib qolmanglar. Mushaf degan Uyg'ur tiliga tuz tarjima qilsanglar Qur'on degan gap. Ko'z oldimizdagi biz o'qiydigan betva Qur'onni mushaf deydi. Hem Arapçadaki el-Kur'an degan söz çoğu dese, el-Kur'an degan söz şu köz aldığımızdaki Kur'an'ı mı mushaf deydi, içindeki bir ayetini mi Kur'an deydi, içindeki bir ayetini mi Kur'an deydi, bir sürünü mi Kur'an deydi, 30 para, 114 sürünün hemmesini mi Kur'an deyil oldu. O Kur'an. Aldığımda Kur'an yok, lakin ben
Qur'ondan bir oyatni o'qisammi, Qur'on ma'nining ig'imdan chiqayotgani. Bir odam yodlasa Qur'on yodlaydi. Demak, Qur'on biroz om ism, ammo mushafchi desa, shu qog'ozning ustiga siyohda yozilgan ikki muqovasi va 114 sura biz bilganimizdek tartiblangan, ratlangan, sur Fatihadan boshlanib va nason oxirlashgan kitobni kitobning o'zini mushaf deymiz. Mushu kallangda bo'lsin. Chunki biz buni eskartishimiz sababi tarjima qilgan vaqtimizda Qur'onni Qur'on deymiz, mushafni Qur'on deymiz. Azroq elishish kelib chiqadi shu nuqtalarda. Anda biz davom qilaylik. Vel mushaf, mushaf degan so'z ashafa degan so'zdan eringan aslida. Ashafa degan gap, ya'ni ja'altu yoki ju'ilat fihi as-suhuf al-maktuba. Buningga yozilgan qog'oz batla qilindi. İki defeteynning ichiga, defeteyn degani ikki muqovning ichiga shuningga to'plandi degan ma'noda. Yani mushafning lug'at ma'nosi ikki muqovliq bir kitobning o'ttirga yozilgan, qog'oz ustiga yozilgan varaqchilarni to'plagan narsa mushaf. Bu yomon bir sarach bo'lib qoldi bu gap. Yani kitap muqovliq, ikki dona muqovlis var. Kitobni biz normal mushaf deymiz lug'at ma'nosida. Qur'onga mushaf degan ism, so'z isim qilib qanday qilingan, qo'yilgan. Endi hunaka xabar fi kitab al-masahif ibn Ishtah. Ibn Ishtahninki Masahif nomli kitobida bunda bir asar kelganlik. Bu xabarni, bu asarni Suyuti itqonda tilga olgan. Bu xabar nimani ifodalaydi desanglar, yadul shuni ifodalaydi-ki, ma so'z, mushaf degan so'z Osman radhiyallohu anhuning zamonasidan ilgari paydo bo'lgan. Men Alloh sa'lik darsdami dedim, esingizda bo'lsa kerak. Abu Bakr radhiyallohu anhuning davrida qo'llanishga boshlangan, ammo rasmiy mustalah olarak, masalan, bir atalg'u, kasbiy atalg'u, masalan, Qur'oni Karimga atalg'u bo'lgan shaklda emas, qo'llanilishga boshlangan. Ammo Osman radhiyallohu anhuning davriga kelgan vaqtda rasmiy mushaf ismi bilan qo'llanishga kirishga vaqt atalg'u shaklda. U osmu manda İbn Ishtah masahibda tilga olgan hadis ma'u. Abi Buraydadan rivoyat qilinib deydi, Qur'oni Karimni mushafning ichiga to'plagan tunji kishi Huzayfaning xizmatkori Salim. Salim Qur'onni to'plaganga qadar men chapan kiymaymi deb qasam qildi, to'pladi. Chunki biz oldin qatim darsimizda deb o'tdik ya savoqdoshlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu davlat nomidan buyruq tushirib, Zayd ibn Sabitni mas'ul qilib vazifalantirib, Qur'on to'plashdan boshqa shaxsiy to'plangan Qur'onlarni batdi shu vaqtda. Shuning birisi. Ondan keyin buni ataydigan ismga kengashdi. Summa tamaru ma yusammunahu. Uni nim deb ataydi? Bu to'g'riliq maslahatlashdi, kengashdi. Ba'zi dedi, faqala ba'duhum, ba'zilar dedi, sammuhu as-sifr. Sifr degan asli kitob to'plam degan gapchi, tom degan gap. Mana bizning Uyg'ur tilida anchi tom, manchi tom, birinchi tom, ikkinchi tom deymiz. Tom kitobni sifr deydi. Elaqi Qur'oni Karimda bir atalg'i var ya. Masalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmilunaha كمثل الحمار يحمل أسفارا. Yani kitap yuduvağan işek de tercüme kılımızda şu asfar sıfırdan çıkan. Dedi zalike tesmiyetul Yahud. Bu Yahudların atışı. Yahudlar özlerinin kitapına sıfır da atıyor. Yahudların kitapına sıfır tekvini, sıfır o, sıfır bu da atıldı. Fekerihuhu. Bunu şunu olan bu da yahturma diyeni yaman küreşti. Yahudlarda atap kanmayıldı işte. Dedi men şuna o'xshash kitobni Habashistonda ko'rdim. Habashistonda tom kitobni ko'rgan o'xshaydi. Bu mushaf deb. Endi misha kelgan vaqtda mush edasdan bir narsani tasavvur qila olasizlar. Ya'ni shu vaqtdagi arablarda, Qurayshlarda yoki boshqa arablarda bir tom kitob shakli yo'q degan gap yani. Kitob shakli yo'q. Qarang a gapga. Men mush kitobga o'xshash kitobni Habashistonda, ya'ni Habashistonda tom kitobni ko'rib Habeşler onu mushaf deb atayotgan deb shu fikrini o'tirib qo'ydim edi. Fajtama'a ra'yuhum ala an yusammuhum al-mushaf.
Şunu bilan ularning fikri bu Qur'onni mushaf deb atashga kelishdi. Shundan keyin mushaf deb qana qildi, ataldi demakchi. Suyuti bu hadisga, bu xabarga ta'liq ilova berib deydi. Isnodi munqati zaif demakchi. İbn Abi Shayba Kitabul Masahif'ta şunu tilgaladı. Mushafni mushaf deb atagan tunji kishi Abu Bakr. Meyli yuqoridagi hadis, meyli xabar asas olsun yoki ma asas olsun. Meyli tunji atagan kishilar Abi Huzayfaninki xizmatkori Salimdan boshlangan bo'lsin, Abu Bakrdan boshlangan bo'lsin radhiyallohu anhum. Ammo shu narsa aniqki savatdoshlar, mushaf degan ism Osman radhiyallohu anhuning davriga kelishidan ilgari qo'llanilishga boshlagan. Ammo rasmiy hammadam unda ataydigan, rasmiy hammadam ko'nib uningga bir o'rtoqlashgan bir nuqtaga kelmaganlikda. Ammo qo'llanilishga boshlagan. Ma qo'llanilishga boshlash bilan umumlashishning o'tirib farqi bor bilasizlar. Umumlashgan vaqtda hammadam shunday ataydi. Qo'llanilishga boshlagan vaqtda asta-asta bir ikkisi u yerdan bu yerdan shunday atashga boshlaydi. Endi bu yerda bir narsa bor. Shu mavzudan chiqib turibdi. Osmon radhiyallohu anhu, Abu Bakr radhiyallohu anhu o'xshash Qur'onni to'plamadi. Makallanligini qo'ysin. Faqat to'plangan Qur'onni ko'chirib taqatdi. Buning asosan avtor bu yerda nima qo'ydi? Mavzu qo'ydi. Mushaflarni ko'chirishning sababi va ko'chirish usuli deydi. Endi kitobda ba'zi mazmunlar biroz kam, ya'ni kam deganim avtor o'quvchining ma'lumotiga tayinib, o'quvchi biladigu deb ba'zi mazmunlarni qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shu men sizlarga oldin qatim tunugun to'pqa avatib qo'ygan bir yozma bor. Buningda biroz tafsilroq bor. Men ko'rib boqinglar, uni ko'ramiz inshaalloh mushtarasxonda. Yabdu qaraganda musulmonlarning o'tirida Qur'on o'qish, ularning Qur'onni qiroat qilishida ixtilof yuz berganda qiladi. Buning sababi ikki ish qilib taqiladi. Birisi harflarning, lahjalarning, rivoyatlarning o'xshamasligi. İkincisi sahabalardan bir kişiler toplagan Kur'an'dan ularning oldidagi Qur'onning o'xshamaslığı. Biz onun ba'zisiga oldingi faslda ishorat qildik. Asharna ila ba'dihim fil fasl sabiq. Bu bir ish. Ikkinchi ish birinchi ishga ergishib kelgan bo'ladi. Ergishib kelgan bo'ladi degani, endi kishilar o'qiydigan mushaflarning ixtilofli bo'lishi, harf lahjalarning o'xshamasligi qarashliq. Almisha kelgan vaqtda men bir gapni qo'shib qo'ymaydi. Qur'on 7 harf ustiga tushganda bir hadis bor. Bu to'g'risini so'zlaymiz dahi. Men u yerga kelishdan oldida sizlarga madrasani tushunalishinglar uchun bir nuqtani oydinlashtiray. Bugungi kunda tasavvur qilinglar, men masalani tushunish uchun. Bizning vatandagi, Turkistondagi bir chat yezig'i bor. O'qish yozishni o'qimaydigan bir yezig'i. Shaharga kirib qolsanglar qadam biladi emasmi? Chat yezig'i bir o'qish yozishni o'qimaydigan. Ondan keyin bu yezilarning shivisi har xil olsun. Ba'zi o shivda, ba'zi bu shivda gap qilsin. Sizlar shu yerga oldiga kitob qo'ymaysizlar. Eg'izaki bir jumla yoki bir muncha bir hikoya yoki bir muncha ishqib dishqi gaplarni ularga o'rtaga tashlab bersanglar, balkim har birisi o'zining shivisida deyishi mumkin. Agar ularga o'rtaq bir shivida mush gapni dangla desang, eg'ir kelishi mumkin. Mencha buni tushunish qiyin emas bizga. Men degandek misol shaklda. Endi masalani Makkaga o'tkayli, Qur'on tushgan vaqtda, Madinaga o'tkayli. Arablarda o'qish, yozish yo'q. Arablar shu vaqtda o'qimaydigan, yozmaydigan millat. Onun ustiga shiva favqul oddiy ig'ir. Quraysh, Banu Tamim, bu bilimiz grammatikasi hatto farqlanadi buningki. Mashta bir ahvol ostida kelib, onun ustiga to'plam ekanlik Rasululloh Tavrat Injilga kelganga o'xshash har kun oyat tushirib turdi. Rasululloh ularga deb berdi. Endi ularning tushgan oyatlarning hammasini bir xil talaffuzga kelib o'qiy olishi notoyin. Allah subhanahu va taolo mush nuqtadan ummatga yengillashtirish uchun 7 xil til bo'yicha deb turlar hozircha. Yoki qiroat bo'yicha deb turli hozircha. Buni kalongda muayyanlashtirmoqman, chunki buning biroz tafsiloti bor. 7 xil til bo'yicha o'qishni ruxsat qilgan. Mushu nuqtadan
Rasulullah ba'zilarga a şekilde, ba'zilarga ma şekilde öğretken. Rasulullah'dan şu şekilde öğrengen sahabalı taraf-tarafga taqagan, ba'zi Iroqda, ba'zi Şamda, ba'zi u yerda, ba'zi bu yerda. Andin keyin Osman radıyallahu anhu'nun davrlariga kelib, Şamdan, Iroqdan, Misrdan askarlar ba'zi yerlarga fath qilish uchun urush qilishga mangan vaqtda askarlar bir-birisiga imom bo'ladi, qana qiladi, Qur'on o'qishadi. Qarasa, boshqacha o'qiyotgan, anını boshqacha o'qiyotgan, boshqalar so'qqasi yaqamaqdan elishib, ancha-muncha bir do'qurishib, ishtirishib to'xtab qolgan bilan askar deganda qurol va urushib qolsa shu qon to'kiladigan gap. Bularning o'tirisida mushu haqda ixtilof chiqarilgan ya'ni. Men to'g'ri o'qidim, sen to'g'ri o'qiding degandek ixtilofchi. Mushu ixtilof dal Osmon radhiyallohu anhuning Qur'onni ko'chirib 7 qiroatning hozircha men sizlarga o'zim qanoat qilgan nuqtada bir tushuntirib qo'yay. 7 dona tilninki Qur'onda Alloh ruxsat qilgan 6 xil tilni qo'yib qo'yib bir xil til bo'yicha Qur'onni ko'chirib taqitib her taqatgan Qur'on bilan birdan qarimni her shaharga avatib mana ma'u hamma bilan o'qiydigan Qur'on degan shaklda butun qiroatlarni Qur'oni Karimning o'qilishlarini bir nuqtaga markazlashtirib kishilarning o'rtada ixtilof chiqishining oldini olgan deb tushunsangiz Osmon radhiyallohu anhuning davridagi Qur'onning ko'chirib tarqatilish ahvolini bir qadar yani markazlik bir şekilde, ixcham bir şekilde tushungan bo'lasizlar. Endi mavzuga qarasanglar, Osman radhiyallohu anhuning mushafni ko'chirish sababi degan nuqta balkim kallamada endi aydınlaşadi. Gunga olsunmi? Qog'inni kitobdan o'qiymiz. Qaranglar kitob qanday bo'lsa. Yadullu ala zalika al-ikhtilaf ma rawahu al-Bukhari an Anas qal. Aşu ixtilafqa Bukhari rahimahullah Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan töndeki hadis dalalat qiladi. Deydi Anas. Huzayf ibn Yaman Osman radhiyallohu anhuning qishig'i keldi. Ishga siziqni o'tiradigan jumla mu'tariza. O Huzayfa shu vaqtda ahli Sham bilan Ermeniya, Ozarbayjonni fath qilishda nima? Qayta. Va kana yughazi ahli Sham. Ahli Sham Ermeniya va Ozarbayjonni fath qilishda Iroq ahli bilan qana qiladi, billa urush qiladi. Billa degani Iroq ahlidan birlik askarlar, Sham birlik askarlar Ermeniya bilan Ozarbayjonga urush qilgan vaqt. Huzayfani bularning qiroatdagi o'xshamosligi, xilma-xilligi bir aram qilgan. Mush nuqtadan Osman radhiyallohu anhuning qishig'i kelib, Osman dediki, "Adrik hadhihi al-umma." Sen ma ummatni tutib ol, saqlab qol. Bular Yahudi, Nasara ixtilof qilgandek ixtilof qilishdan ilgari nurg'un jarayon bu. Menda qisqartib tutibdi savoqdoshlar. Men aniq deyjim ma'ni. Menda qisqartib tutibdi, masala vaqalikni nurg'un vaqalik va inshaalloh kelimiz uni to'xtalamiz. Shuning bilan bo'lmasa o'ylab boqinglar, kaplam bir Salim Osman radhiyallohu anhuning qashqa kepliganda ma ummatni ixtiloflashini tutib ol deb bo'g'ich ish bo'ladigan ish yo'qdir bu yerda. Jarayoni va uningki, ammo miyada qisqartib tutibdi. Shuning bilan Osman radhiyallohu anhu Hafs radhiyallohu anhaga odam avatdi. Nim deb en ersili ileyne suhuf. Bizge a suhuflarni avatgin. Nensahuha. Biz onu mushaflarga ko'chirayli. Thumma narudduha ileyk. Andaki ma sahifalarni sana qanaq birayli, qaytirib birayli. Mushakaga vaqtda men bir narsaning ostiga bir sizishni to'g'ri topdim savoqdoshlar. Balkim mush sizg'an siziqim kelgusida sizlarga bir javob qilishi mumkin. Men bekorga sizmayman savoqdoshlar. Ya'ni qarang. Summa narudduha ilayk. Mana hozir astaga sizyapman ya buningki cho'qim bir narsani o'ylayapman. Kallamada mush jumla saqlanib qolsin, alohida saqlansin. Men kelgusida bu haqda sizdan bir savol so'rashim mumkin. Şunu bilan fa'arsalat biha Hafsa ila Osman. Bu sahifelerini Hafsa Osman radhiyallohu anhuga avatdi. Osman radhiyallohu anhu Zeyd ibn Sabit. Kim o Zeyd ibn Sabit? Aldınqı qatimliq to'plash xizmatidagi mas'ul bo'lgan kishi. Abu Bakr radhiyallohu anhu mas'ul qilgan kishi. Abdullah ibn Zubayr, Sa'id ibn As, Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham qatorliq 4 adam. Mush rivoyatda ham har xil rivoyatlar bor. Bu adamning 12 deb rivoyat qilganlar va har xil son har xil, ammo 4 adam asos. Qolganlar yordamchi, mushunda ixtilof yo'q.
Bula fenesehuha fil mesahib. Hele sahifelerini mesahiflerine küçürdü. Osman radıyallahu anhu üç tane Kureyş topuğa lirrahtil Kureyşine thelâfe üç tane töt adamın birisi Ensarlardan Zeyd ibn Sabit Medinelik. Kalan üçü Kureyş'ten Mekkelik. Eğer sizler ve Zeyd Kur'an'dan bir narsa hakkında ihtilaf kılsanlar bunu Kureyş diliyle yazanlar. Yani yazık cihette, kıraat cihette demekçi. Bunun bir misali var, bunu görürüz inşallah. Çünkü Kur'an Kureyş'nin tilinden düştü. Ular şunda kıldı. Hatta ki suhufni, mesahiflağı küçürüvedi. O vaqt azaqdaki basımız avat olmağandan keyin şu yazılgan gap emdi. Bir neçe Kur'an kıldı. Bir neçe Kur'an deginim 4, 5, 6, 7, 8 gıcı rivayetler var. Bununki tercih kılıngan raqi şu 5 etrafıdaki Kur'an. Osman radıyallahu anhu sahifelerini kimge qaytırıp berdi? Hafsa radıyallahu anhaga qaytırıp berdi. Ve her tarafga her tarafga küçürülgenden bir mushafni evetdi. Ve ondan başka yazılgan her qandaq bir sahifege yazılgan Kur'an yoki mushafni köydürülüşke buyurdu. Emere ey yuhraq. Maşta arqılıq Qur'an-ı Kerim'ninki qiraatli yollarını birleştirishni amalga oshirdi. Mush jihatda sahobalar Osman radhiyallohu anhuga to'liq qatildi. Her bir öğlen üzünün qishdagi Qur'onni buyruqqa asosan yo'q qildi. Faqat o'rtada ba Qur'on 5 yoki biz degandek har xil rivoyatga kelgan son bo'yicha ma'lum Qur'onlar qolib qoldi. Shuning bilan Qur'onning qiroat yo'llari birlashdi. Buning tafsilotiga inshaalloh kelamiz taqsirdoshlar. İtqan da İbn İştah'tan naql qilib shunda deydi. Anas Malik dedi. Bular Qur'on haqida Osman radhiyallohu anhuning davrida ixtiloflashdi. Hatto talib va ma'lumlar urushib ketdi deydi. Iqtitala degan gap unda rasmiy qilish chekib emas. Bunda so'qishib ketgan, tillashib ketgan degandek ma'noda. Ma'lumda bayatanqi askarining ahvoli bo'lgan ahvol. Ma'u o'qitishda bo'lgan ahvol. Qanday desanglar bu ahvol manda. Bilisizlar madrasalar va maktablar va o'quvchilar va ustozlar va ibodatni deganimdek Rasululloh o'xshamaydigan shaklda o'rgatgan. Anaga bir xil, managa bir xil qulay bir shaklda o'rganish uchun. Andan keyin mushlar o'quvchilarga o'rgatgan vaqtida ma ustoz Rasulullohdan o'rgangan bo'yicha o'rgatadi. O'quvchilar shunday shaklda o'rganadi. Yana bir ustoz Umar Rasulullohdan o'rgangan bo'yicha o'rgatadi. O'quvchilar o'rganadi. Bu o'quvchilar bir yerga yig'ilib, to'plab o'ynagan vaqtda men bunda o'qidim, sen unda o'qiding deb, voy sening ma'lumotni o'rgatamabdi, bizga bunda o'rgatdi. Voy sening xato. Mana bir ahvollar yuz berdi. Yani lem yaktasiril emru alel jundu. İş asker bilan lam bo'ldi qolmadi. Asker bilan lam yuz bermadi o ish. Yuqoridagi Buxoriyning hadisida kelgandek, balki javaza zalika. Ash yuqoridagi ixtilof muallim va o'quvchilarga o'tdi. Aqlman o'quvchilarni ko'rsatdi. Kichik bolalar degan gap qo'y. Ibn Kasir shuni tilg'aladi. Ahli Shamdan bir to'p kishilar, xalqon degan gap ma'lum kishilar. Yani Miqdad ibn Aswad, Ebu Darda'nınki qiraati bo'yicha o'qiydigan kishilardan va ahli Iroqdan bir to'p kishilar bir jamoat. Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari laning qiraati bo'yicha o'qiydiganlardan bular bir yerga yig'ildi. Shu Ozarbayjonga fath qildigan vaqtga urushdi demakchi. Va qiroatning 7 qiroat bo'yicha durustligini bilmaydigan kishi. Ja'ala man la ya'lamu bi savghan al-qira'a ala 7 ahruf. Qur'onning qiroatning 7 harf bo'yicha durustligini bilmaydigan kishi o'zining qiroatini boshqalarning qiroatidan ortiq qilishga boshladi. Yufaddil qira'atahu ala qiraat. Bu deganlik bu chatoq gap men uchun. Mening qiroatim yaxshi degan gap, aslida yaxshi emas degan gap. Amaliyotda qarshi tarafning o'xshash Qur'on. Va rubbama va ba'zida qarshi tarafni xatolashtirdi. Xatta degan gap xatoga nisbat berdi. Aw kaffara va kafirga nisbat san xato o'qiydi ekansiz debchi. Fa adda zalik ashu ig'ir ixtilofga ibadi va kishilar orasida yomon gapning tarqilishiga ibadi. Ahvol mush demakchi, mushtabir jarayonlar bo'ldi. Hadisda to'liq bayon qilingan bu. Meyada qisqartib aytdi buni. Bu İbn Kasirning rivoyat qilgan rivoyati bu haqda. Bag'aviy Mus'ab ibn Sa'ddan rivoyat qilib deydi. Kishilarning Qur'on haqidagi ixtilofati ko'p bo'ldi. Bular bunda deyish qildi. Voy Ibn Mas'udning qiroatini o'chi.
voy Ubey'nin qıraatını oçu, voy Salim'nin qıraatını oçu. Maşta ahval yüz berdi demekçi. Dedi ki, Osman radıyallahu anh, Resulullah'ın sahabelerinin biriye yığıp dedi, İnni ra'aytu en ektuba mesahif ala harfi Zeyd ibn Sabit. Men Zeyd ibn Sabit'nin tili boyunca mushafni yazışını doğru taptım. Thumma andinkin eb'athu biha ilal emsar. Bu mushaflarni şehirlerge evetmen. Bu da deydi, ni'me marayet. Masının toğru tapqan bu işin bek güzel. Ni'me marayet. Sen toğru tapqan bu iş, sen qilmoqchi bo'lgan bu iş bek yaxshi. Osman radıyallahu anh dedi ki fe'eyyun nas a'rab. Kişilerinin qaysi tilini obdan bo'ladi. A'rab degan gap tilini obdan bo'ladi degan gap chima. Mushunaq tillarda bo'lsin. Tilini obdan bo'ladi. Dedi ki Seyyid ibn Az. Dedi ki fe'eyyun nas ekteb. Kişilerinin qaysi en yaxshi yoza olaydi? Dedi ki Zeyd ibn Sabit ve hiy yozuvchi. Osman radıyallahu anh dedi. Sa'id uqbasun. Zeyd ibn Sabit yazsun. Tertip muş olgan deydi. Birisi o'qib birisi yazdıgan. Fekene amel Osman radıyallahu anhu. Demek Osman radıyallahu anhu Kur'an'ı taraftan toplamagan. Toplangan Kur'an'ı küçürgen. Ebu Bekir radıyallahu anhu toplagan. İkisinin farkı bu bir. En çok fark bu. Onda olgan iken fekene amel Osman radıyallahu anhu. Osman radıyallahu anhu'nun kılgan işi bu yerde kişilerini bir mushaf üstüge toplaş. Ve fitnini, mefsedet veya buzuluşunu dep qilish, dir'an degan gap dep qilish. Ammo 4 kişilik komitet, lajna degan gap, komitet, gruppa degan gap, 4 kişilik komitet asoslangan suhuf faqat a'adaha Osman radıyallahu anhu bu suhufni Hafs radıyallahu anhaga qaytirib bergan küçürüştün bika olgandan keyin ba'dil intiha minen nasx. Ve bu mushaf Hafs radıyallahu anh'ın qishida vafot topqanga qadr qilib qolgan. Bu haqda Masahibda İbn Abi Davud'ning Masahibda bunu mayati tuvandagidek mazmun keliglik. Marwan ibn Hakem, şu vaqtdagi hokim, Madinaning hokimi, bu suhufni ko'ydirib o'tish uchun kimdan? Hafs radıyallahu anhadan elishga uringan, havala uringan. Hafsa unumagan. Hatta ki Hafsa vafot topgan vaqtida Marwan suhufni elib ko'ydirib etgan. Ve degan ki innama fa'altu hada. Men faqat buni bunday qilishim li'anna ma fiha usuhubdagi yozilgan Qur'on qad kutiba ve hufiza bil mushaf al-imam. Yozilib ve imam mushaf bilan degani Osman radıyallahu anhu'nun mushafidan demakchi. Saqlanib bo'ldi. Men deydi fahashitu in tala bin nas zaman kişilerge vaqt uzagan sire kişilerning bu suhuflar haqida shaq qilishdan shaq qilishidan qo'rqaman, ya'ni bitin chiqishdan deb ma sababni ko'rsatgan. Ammo sizlardan bir savolni so'g'im keladi. Zodi nima uchun Marwan bu Qur'onni Hafs radıyallahu anhu'nun qo'lidan olib ko'ydirib etgan? Buningga qanoatlanarlik bir javob lazım savatdaşlar. Bence izinib baqsanlar topalaysizlar. Har qitim men sizlarga kelitik nuqtaliq taraflardan bir savolni qo'yyotiman, balkim kallanglarda olib qolsanglar, kelgusida izlanish nuqtalar bo'lishi mumkin. Suyuti Ibn Ishtahning kitobidan bir naqlini tilga oladi. Bular Qur'onni yozish uchun to'plangan vaqtda, indama ijtama'u lil kitabi. Yozish uchun to'plangan vaqtda kana amaluhum. Bularning xizmati shuki, agar ular ixtiloflashib bir oyatda talishib qolsa, deydi ki hazihi aqra'aha Rasulullah fulanan. Bu oyatni Rasulullah paloniga o'rgatgan. Chunki Abu Bakr radhiyallohu anhu davrida uzun bo'lmadi ketgili. Kimdan olganligi, kimga o'rgatganligi aniq yozildi emasmi o'z vaqtida? Bu oyatni Rasulullah paloniga o'rgatgan. Mana deydi, fayursilu ilayhi. Shu odamdan qishqa odam o'tadi. Ve huve ala ra'si salase minel Medine. Medine'den 3 adamın başına deydi. Onun deydi ki 3 adamın guvalık olan. Sana Resulullah kanda palan pukun ayetini kanda uyutup koygan, kanda okutup koygan dese, o adam manda uyutup koygan dese, şu peti yazattı deydi. Demek ikinci kıtım bir, yeni bir kıtım iniklaş ep bağan. Suhubni küçürüp lan emas. İhtilap yok ayda küçemegen.
Ya kuchaygan. İxtilof azroq bir avmanda ma'mun deb qolgan yerda to'xtab tura. Ma'yatni kimga kutib qo'ygan Rasululloh paloniga. Menga so'raymiz. Berib bilan odam o'tib, chaqirtirib, akilib, qanday o'rgatgan sana, manday o'rgatgan, tamam. Mushu bo'yicha. Ya'ni oldingi qitim qarg'an vaqtda aynısını kuchab qo'yishdan emas, ba'zi masalalarni aniqlash. Takror. Ve yabdu bir yerdan qaraganda bu qitimliq masaladimi, ya'ni mush qitimliq to'plashdimi, avvalgi qitimliq to'plashda Abu Bakr radhiyallohu anhuning kunistiki ergashgan prinsipqa, ya'ni oyatlarni izlashdan Rasulullohning davridagi yozilgan holatda va ikki odam uning Rasulullohning yozilganligiga guvohlik berishdan iborat bu yo'lga ergashganligini shu prinsipning aynısini qo'llangan. Bir nuqtani alohida deb qo'yay. İxtilof yo'q eda shu paytda ketaveradi. Hammasi unday qilgan emas. Abu Bakr radhiyallohu anhuning davri to'plangan Qur'onga asoslanib shuni ko'chaga ya. Hammasida shu tayyorni ko'cha bilan qo'ygan emas. Shunda ixtilof chiqib qolgan yerda darhol qaytadan takror izdinish, guvohlik elish, masalan, mush xizmat prinsipi aynı shaklda qanday qilingan, qo'llanilgan deydi. وَلَقَدْ بَذَلَتْ هَذِهِ اللَّجْنَةُ الرُّبَاعِيَّةُ Bu to'rt kishilik gruppa, komitet o'zininki bar tirishchanligini, qusara juhudiha degan gap, bar tirishchanligini xizmatni eng puxta qilish yo'lida badi ko'rsatdi. Bazalat degan gap badi. Va mushu xizmatda to'g'rini aniqlash yo'lida ko'rsatdi. Hattoki bu komitetning xizmati mukammal, to'liq bir shaklda vujudga chiqdi. Kana amaluha kamilan tamman. İbn Hajar deydi وكان ذلك في حدود سنة 25 الهجري. Aşu Hicriye 25. yıllarının etrafında. Hudud diyen gap şu aldı keyni de etrafında. Ama biz uşatkan bazı kişiler sel gafillişip meseleni unutup deydi. Bunda oylagan ki bu Hicriye 30. yıllar etrafında dep oylaydı. Onun hiçbir delilini tılganmaydı. Ama biz bir yerde tüvendeki işlerini Osman radıyallahu anhu'nun işlerinden katardım dep mukarrarlaştıralıyız. Birinciden Osman radıyallahu anhu'nun kılan işleri. Bu lejnini, bu grubunu ensar ve muhacirlardan muvaffakiyetli bir şekilde tallap çıkarılgan. Bu grupta Kureyş'nin nasibisi çoğun. Çünkü Kur'an Kureyş'ten çıkan Osman radıyallahu anhu tılgağandık. Ve efradaha mine salah vel hibz vel ma'rif ve Kureyş'ne salah, Kur'an'ı yadlaş ve ma'rifetin çoğun bir büyük urunluğa ayrım kıgan bu ahval. Şunu bilen turup فقد كانت لا تدخر وسعا في السؤال والبحث والتثبت. Şunda turup yana sual soraş başkalardan mağukanda oğan deb. İniqlaş, bahs degen soraş, izdiniş ve tesebbut iniqlaş ta qana qılmagan bir küçünü epqamagan. Şununla yol tapaslam, mestata'at ila zalika sabila. Yol tapaslam küçünü epqamaganligini bütün küçünü çıqargan. Bu grupiningki şəxsləri Qur'an-ı Kerimdə qalblərində yadlaydı. Mən aldan qədimə dedim. Zeyd ibn Sabit Qur'an yada, şunda olsun iniqlaydı. Mağlumu Qur'an yada, şunda olsun iniqlaydı. Və la budda min at-tanbih ila anna. Şunu əskaritiş, şunun işaret qilish əskaritiş kerak ki, ma qrupining a'zolaridan birisi Zeyd ibn Sabit, u kishi dal huvallazi birinci qatimda Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhuning davrida toplash xizmatini olib borgan kishi shu. Bu bir. İkinci qilgan xizmati mushaflarni Qur'on emas narsalardan xoliylashtirgan, masalan, sharhiylar, ba'zi sahobalar o'zining mushaflarida yozgan ba'zi tafsirlar bulardan xoliylashtirilish. Üçüncüsü bu gruppa Abu Bakr radhiyallohu anhu'ningki suhufisqa, Qur'oniga asosliq tayandı. Chunki u sahifani asli qildi. Ondan keyin onunla imkan bo'lgan iniqlash va ishonchliklashtirish vositalarini ham qo'llandi. To'rtinchidan Qur'oni Karimni, Qur'on tushgan butun qiroatlarni o'z ichiga oladigan shaklda yozdi. Buningga i'robning bo'lmasligi, adamu tashkildagi tashkil i'rob va chiqitning bo'lmasligi buningga qulaylik sharoit yaratdi deydi. Bu to'rt ahvol. 5-chi ahvol makomitet o'zining xizmatida eng go'zal putuq qozondi. Çünkü mushaflar ixtilofni kesdi. Musulmonlarninki Allohning Xolid Karim bo'lgan kitob haqidagi bo'linishni to'sib qoldi. Hala dunaligini bo'linishni to'sib qoldi.
İbn Teymiye rahimehullah Kur'an toplaş hizmetini hulaslab deydi. Felemma kana'l am ellezî qubida fihi. Resulullah vafat turulgan yıl buluvdi. Resulullah'a Cibril Kur'an'ı iki qatim aldıdan toğırlap ötkez. Yani iki qatim okup demekçi. En ahir qatimlik aldıdan ötkizeş olsun mu? Zeyd ibn Sabit onun başkasından kıraati. O olsun mu? Hulufar Raşidun, Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali ile mushafga yazışqa buyrug'ini shu qiraat shu. Ebu Bekir o qiraatlarni yazgan. Andikin Osman öz xilafetida shu qiraat bo'yicha mushaflarga yazishqa buyurgan va uni sahobalarning ittifoqi bilan shahar-shaharlarga avatishga buyrug'ini shu deb Ibn Taymiye rahimahullah bu şekilde xulosalaydi. Endi Osman radıyallahu anhu köçürgen Kur'an'ın sani hakkındaki mazmun keldik. Bu yeni bir mazmun. Bugünçe vaqt münasebeti bilen dersimiz müşahede toxtab tursun savoqdaşlar. Çünkü endi başlap kelsek, ahirgi kessek uludu xil bir yağıca. Vaqt mı belki yetişmeydi. Biraz uzrap ketişi mümkün. Şuna bugün müşahede toxtaylı. Sualına qas so'zana buludu. Bo'lmasa va axiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.